Tug'makarlik nuqsoni bilan dunyoga kelgan 5 nafar bola endi so'z va tovushlarni hech qanday eshitish moslamalarsiz tinglab, talaffuz qila oladi. Bu olamshumul voqelik genetika muhandisligining irsiy kasalliklar ustidan g'alabasi deya baholanmoqda. Mazkur noyob muolaja usuli mualliflari Amerika Qo'shma Shtatlarining Harvard tibbiyot maktabi va Xitoyning Fudan universiteti olimlari hisoblanadilar. Xinhua agentligiga ko'ra ushbu natijaga shanxaylik tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan RRG003 gen preparati tufayli erishilgan. Klinik sinovlar maktabgacha ta'lim yoshidagi 6 nafar tug'ma karlik nuqsoni bor bolada o'tkazilgan. Buning uchun yangi preparat quloqqa inyeksiya orqali yuborilgan. 6 bemordan 5 nafarida eshitish hamda nutq funksiyalari tiklandi. Olimlarning aytishicha, yaratilgan dori quloqqa kiritilishi bilanoq eshitish qobiliyati bir zumda tiklanib qolmaydi. Muolajaning yaqqol natijalari inyeksiyadan 3-4 hafta o'tib sezila boshlaydi. Hozircha mutaxassislar yangi davolash usulini dunyo bo'ylab ommaviy qo'llash uchun hali biroz erta deyishmoqda. Chunki gen terapiyasining xavfsizligi va samaradorligiga to'liq ishonch hosil qilish uchun yana ayrim qo'shimcha tadqiqot hamda kuzatuvlarga ehtiyoj mavjud. Ma'lumot uchun, bugungi kunda dunyo bo'ylab 26 million kishi tug'makarlikdan aziyat chekmoqda. Bunday tashxis qo'yilgan bolalar miyasi normal rivojlana olmaydi. Hozirgacha mazkur nuqsonni bartaraf etishda kohlear implantlaridan boshqa samarali davolash usuli mavjud emas. Yangi kashfiyot natijalarini esa vaqt ko'rsatadi.